Sevrdin'in hikmetleri. Vay alan et çay. Molla Zeydin seley çakan. Çayxana kirmeli mi? Samkamның çakçakları. Hamşey uludu. Molla Zeydin seley çakan. Samkamның Rasteysi. çakçakları. Assalamu alaikum çayxanımızın aziz mehmanları, kalp törümüzün nurani çolpanları, şah sultanları. Didar ganimet. Cem bolganda şerin söz, izhar ganimet. Rahmet. Çayxanımızda her vakit dosyar ganimet. Bu çay iç görenmeydi? Oy biz gepni qilaverib qo'yarasiz. Bu Sevirdin bu qiziq shivakina buning bu otan terib akilib choy qaynatib otam deyapti bir yerdan. Ay alamet çay bana geldi. Vakıra kirdi mana. Ay arandan gen çay, ma keçikip kalgan çay, alamet çay, karamet çay. Ma bay hocamla buyrultkan çay, kak aptapta kurutkan çay, işkellerge yakkan çay, şemişerde satkan çay, şemişerden kegice maymak tögüge atkan çay, maymak tögü atalmay 70 yerden tatkan çay, Aknavatta patlıgan tört bulununu katlıgan çay, mana alamet çay geldi. İsel ufkam, isel. Ya onu demeyiz, bunu demeyiz, Abdığın ufkam. Bu Sevirdin ufkamdan bak o. Bu çayxana ahliga mehr muhabbeti bacımı. Ya o şu aka lekin bu qiziq shivakenden bir mehmonlarni liqqiri choyxonaga boshlab qo'yib jangal qilib otan terib. Jangaldık otan, ma çayını var o karanlam, ma jürükümüzdeki otu kayın temizleyme ma jürükümüzdeki otta. Manda deb qo'y. Çaysın la, Gapning rostini qilsak, hamda sahibxon degan mehmonlardan burun kelish kerak bo'lmasa sektorda. Bo'ptilar. Bu bir qitim kechiritaylik. Apuchallik degan yaxshi-ku. Bu apuchallik degan bizning ajdodlarimizga qolgan yaxshi fazilat, bu miras bu. Shundaqmi? Shundoq. Ustoz degan yana ustozda mentixa hozir orliqam bu aka bu nimanda kechikib keladi. Buni bugun bir jazodan biran berib qo'yamdiq ya deb men mani umid qilib turibsam mana qarangsiz. Yana kechirib. Mehmonlarga şu çayını isil demleymen deb 2 minut kechikib qoldim. Endi apo qilib o'tinglar. Evet, apo qo'ytinglar sizlar. Qadamda çayxana ahli apo qilayotganki bizda amal yo'q. Ham inson deganda ancha-muncha savallik bo'lib turdi. Apo qilib o'taylikmi? Voy. Rahmat. Tegida mana mushunchilik ish qo'yib. Şu akımda qarasak mehmonlarning chiroyida mana kulki tabassumlar bilan Sevirdinning mush chinimi seg'inib qolgandek qilib turdi necha vaqtdan beri. Rahmat Mötvaraka. Alamet isil gap bo'ldi. Hey, bugun çayxonamizni deyman, mushu apoçallıqning mushu turmushimizdagi qiymati, ahamiyati to'g'risida bir isil paranglar bo'lsa, menimcha tozi yaxshi bo'lamdiki deyman. Apoçallıqning gapi chiqib qoldi emasmi? Qanday dedi Mötvaraka? Yaxshi gap qilding. Bugun mana çayxonamizga bizning diyorimizga g'olliq jurnallarning biri bo'lgan Tarim jurnalining muharriri, bizningki shoirimiz, madaniyat tadqiqotchimiz Metseydi Metqasim efendim o qadam tashrif qildi. Oy mana. Qarshi olaylik. Xo'sh, nima ish qilgan bu apuchallik degan ajoyib bir zo'r bir qurilishchi. Bir mush to'g'riliq qo'yni qassab so'ysin degandek bizning tadqiqotchimiz mush to'g'riliq bir 2 ig'il so'zlab bersin, bir anglab baqsa qanday? Isil. Assalom ko'ramanlar. Her qaysinglarning mushu xayrlik vaqtiga gullar chashqi bo'lg'ay. Ajdodlarimiz tarixda ajoyib isil ma'naviy miroslarni yaratgan. Suv bermaganga sut ber, toshni choyni qilib bo'lmasa so'ygulik deganga o'xshash nurg'un hikmatlar qoldirilgan. Xalqiy adabiyotdagi bir qism rivoyat, cho'chak qissalardimi mushu kang qo'saq apuchan bo'lish to'g'risida nurg'un bayonlar bor. Olim adiblarninki, faylasuflarninki aqli cevherlerden yakınlagan hikmet durdanları ata-ana nasihatlarının hammesida mushu kang qo'saqliq apuchan bo'lish nihoyat ko'p tilga ilindi. Kang qo'saqliq apuchan bo'lish odatda kichik jihatini aytganda boshqalarning san haqida qilgan usak so'zlari yoki g'ayvat shikoyatlarini kechirib o'tishdan cho'ng jihatda bazı payda menfaat meselelerinde mi kang qo'saq apuchan bo'lishni ko'rsatdi.
Keng qursaq əpüçanlıq insani xislatlarning muhim tarkibi. Odatda bir kishining keng qursaq əpüçan ekanligi yoki emasligiga qarab, shu kishining qarni ko'ksining keng yoki tar ekanligini, yana shu kishining insoniy fazilatining yaxshi yomonligini ma'lum jihatda tushungili bo'ladi. Keng qursaqlik əpüçanlıq kishilik munosabatdagi yiriklikni, azarlikni tugitib, inoqlikni ilgari surdi. Keng qursaqlik əpüçanlıq bir xil ma'naviy go'zallik. Keng qursaq əpüçanlıq yana o'z navbatida shu sog'lom ruhiy va jismoniy sog'lomlikning eng yaxshi dorisi. Endi mening qarashimda har qanday bir odam oila, ish o'rni, shu jamiyatdan iborat shu uch bo'lim ichida yashaydi ekanmiz. Endi bu jarayonda kishilarningki madaniyat saposi, bilim qurilmasi, turmush shakli, yashash usuli, dunyo qarashi, qimmat qarashining o'xshamasligiga asosan kishilar o'tirisida ba'zi bir tabiiy holda ba'zi o'xshamaslik, savalliklarni ko'rilib turtganligi hammamizga ayon. Ham biz bunday ahvolda har qanday shunday murakkab, ziddiyatli ishlarga uchraganda eng yaxshisi buni keng qursaqlik, əpüçanlıq bilan o'tkazib o'tishimizga to'g'ri keldi. Endi bu keng qursaq əpüçanlıq bilan qilganlik qandaqdir? Bu ojizlik yoki qo'rqinchoqlikning ifodasi emas. Balkim ba'zilar masalan ba'zi ishlarni biz kechirim qilsak, mayli keng qursaq qo'llar desak hamda buni qilmay, mendan qo'rqdi, ojizgan deb hisoblab qilishi mumkin. Bu gerçi shu qarshi taraf aynda qarab qolsimi odamni, lekin ma keng qursaq əpüçan bo'lgan odam u odimiy xislat jihatda uni yenggan bo'ldi. Jahonda olim bo'lishdimi, odam bo'lish tez. Endi odam bo'lishningki muhim shartining ichida shu əpüçan keng qursaqlik nihoyatda muhim o'rin tutadi. Əpüçanlikmi kishilik hayotdagi eng zo'r shon sharaf. Ko'ngilda bunda bir so'z bor. Bir oilani saqlab qolish, bir xalqni saqlab qolishdan ta'sis etgan hikmat bor. Endi bir oilani saqlab qolish uchun cho'qim shu har ikki taraf keng qursaq əpüçan bo'lganda buni saqlab qoldi. Endi buning uchun ham chidashga to'g'ri keldi. Chidashning izimi keng qursaqlik əpüçanlikning yo'lini ochganlik. Shumi keng qursaq əpüçan kishi odamga chiroyli ko'rindi, yaxshi ta'sir qoldirdi, kunlar xushal quram etdi. Biz mayli o'zaro bo'layli, qarindosh millatlar aro bo'layli, yoki qanday kishi bo'lishimizdan qat'iy nazar cho'qim keng qursaq əpüçanlikni kundalik turmushimizdagi bir xil odatga, shu keng qursaq əpüçan bo'lishni, shu odimiy xislatimizni, odimligimizni chaqnatadigan yulduzga aylantirishimizga to'g'ri keldi. Men oxirida so'zimni mendaq ikki so'z bilan oxirlashtirishni loyiq topdim. O'limdak bir katta ibrat oldida kishilardan og'rinish ne hojat? Yaxshilikqa yaxshilik har kishining ishidir, yomonlikqa yaxshilik har kishining ishidir. Acayip. Hikmet. Rahmat. Adil aka, Xo'sh. yuqorida mana Matsayid Matqasim efendim o'zining shu əpüçanlıq, keng qursaqlik to'g'risida o'zining ko'z qarashlarini, tushunchalarini so'zlab o'tdi. Endi bugun choyxonamizga yana alohida qadam tashrif qilgan, tanilgan yosh yozuvchi, xattot Muhammad İbrahim efendim qadam tashrif qilibdi. Ikki qiz bir yurak so'zini, paranglarini bir anglab baqmandik. Bo'ldi, anglaylar. Bo'ldi, anglaylar. Assalomu alaykum. Ustozlar nihoyatda yuqorida pek yaxshi so'zlab berdi. Bu əpüçanlıq, keng qursaqlik hammamiz biladigan, ammo amal qilinmay kelayotgan masala. Bu nima degan chaqda biz o'zimizningki xarakterdan hol qilmayotgan, shu keng qursaqlikqa va əpüçanlikqa yetolmayotgan masala. Men əpüçanlikni mundaq bir qisqa bir qancha nuqtaga jamlab so'zlay. Birisi shu hozir birinchi əpüçanlikni ishiltirgan o'rnimiz oila. Tekshirishlarga qaragan chaqda ko'pincha er ayollar o'rtasidagi ziddiyat va əpüçanlik, keng qursaqlik shundaqlar o'zaro yo'l qo'yishninki nihoyat kamligidan bo'layotgan bir masala tufayli bizning nurg'un bolalarimiz yetim, xoruzar bo'layotdi. Shuning buni cho'qim biz oilada avval oila yetildirishimiz kerak. Erlar erga xos keng qursaqligi va mardonaligi bilan oilada o'z namoyon qilish kerak. Ayollarimiz ayollarga xos mehribonlik bilan, ilmiy muloyimlik bilan oilani yetaklab borishimiz kerak. Mushun ikki narsa almashib bir-birini to'liqlab olgan chaqda bu oilalar yaxshi bo'ladi. Keng qursaqlik va əpüçanlik dal birinchi bo'lib shu bizningki oilalarimizda o'z ifodasini topsa, buning unumi
rayonimizda bek yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi xizmat masalalarida. Odatda har qaysilarimizning xizmat o'rinlari bor, o'zaro yo'l qo'yish hamda insonningki ba'zi bir xususiyatlari, xarakteri tufayli bir odamningki hamma odamning ko'nglidagi ish qilib bo'lishi notayin. Shundaq bir vaqtlarda bizning ko'nglimizga tekkidek yoki bilib bilmay shunday bir xatolikni o'tkazib qolgan vaqtida uningga yo'l qo'yish va afv qilish. Biz qancha keng qo'saq bo'lgan sari kishilar bizni borgan sari hurmatlaydigan bo'ladi. Chunki keng qo'saq ichi kengra odamlarning chiroyi nurliq bo'ladi, kishiga go'zal ko'rinadi. Üçüncüsü odatda shu jamiyat masalalari kelgan vaqtimizda psixik masalalarda, psixologiya sohasida keng qo'saq apo'chan odamlar aldirib kasal olmaydi. Psixikasi benormal olmaydi. Ular psixologiyadan dars o'tishning hojati yo'q. Kasal, xafaliq, ranji g'urbat degan narsalar odamning ichi torligidan va hasad chidamaslikdan bo'lib kelgan narsa. Undaq bo'lgandan keyin odam qanchaki kengri ozod bo'lsa, boshqalarga yo'l qo'yishni o'rgansa, bu odam kasal olmaydi. Hem uzun yaşaydı. Rahmet. Aman esil gaplar bulunmadı Cuma çayxonamda. Şu Muhammed İbrahim efendim bayatın biri şunda özünün yürek sözlerini sözleyatkan te kalsam arlakam. Şu bir xiyalla kilovataka. Ben bundaq bir hikaye anlagan. Birisi bir toxu bakı degende bir neş toxun hem de bir turmuşda ançı-mınçı bir bekep bunu beytip ançı-mınçı soyup yep tuxumini yep mıda bir candaçılık qılay dep işcan adamken bir hoylusu da toxularını bakı diken nait obdan semri diken toxular. Küllerini ötüşü bilen bu toxular birden azıyışık başlayırken de başta sel bilinmeyen ki bir rəs yüdüp kes. Bu azıyı vatamdı bu acaba dep qarsa ikincisi yana yoqaydı iken. Üçüncüsü yani o səmərgələri yoxuğun turdu iken de bu izləyirken bu adam. Acaba bir yoxab ketdi bu ezib bir yaxla ketib biramdı ya dep qarsa hiç ondaq bir şəbim yox. Yani xoşunusuna işkimdə qarab qaldı iken de hey toxtabdı. Bika-bikadan guman qılmayım xoşlandı. Hiç qanday asasım olmasa neymiş guman qılınma ondan. Dep yana özünün işini qıldı iken. Küllərini birdə talardan kirib atsa o udul xoşunusunun balısı şu adam öz bakkan toxunun peylerini bir haltık sep talağa çıktık əxlət sandık taşlatqanı körəb qaldı kende. Körəb qılıb daq qarasa şu öz bakkan toxularının renk peyleri de bulan bu toxunu dep gepni başlap qo'yib vuduq ketirken baba. Vuduq ketgandikilla tatatdı. Gap qilmasam bo'ladi deb xo'shnam. Ammo gap qilmasam bu yamash davomlashadi. Men texi bir gunohkor bo'ldim. Shuning uchun men kiray. Chunki meni xo'shnam do'stlar tuqunimdimi azizda xo'shni degan shundaqmi? Ishinchi kirsa odam yotqan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mıqdaq to'qi baqqandim qarsam kundan kuniga ozayotdi. Ammo men qo'lim xo'shlarni gumon qilishga jur'at qilamadim, asosim yo'q. Lekin bugün qarsam o'g'lingiz mashaq mening to'qlarimni paylarni talab ochiq to'kadi. Mana üsteldime to'qning go'shti turibdi. Deyishgili huduq ketib qo'yish. Na aytib be'at bo'lib shundaq. Uyg'ur tebabitiga borsam mening keslim eg'irlashib qopti. Kunda bir to'qning sho'rpisini ichib bersam foyda qildi degan Maşnaq bir özənin turmuş qiyinçiliğinin asasıda bir amal qılanmay qarsam sizin toxuyunuz barken müşnəmdi amalsız müşnaq gündə birini əkirib yap qaldı. Əziz qarindişim biz xoşna tuqqandı mı çağrı? Bu jiraqdaki tuqqandan yaqinki xoşna biz əmidən çağrı oldu. Mening to'g'am sizning to'g'ingiz. Sizningki meningki. Elbette demeyiş bu bir edepsizlik. Eğer lazım olsa desiniz mamda. Siz özünüz bunu oğurluk çekirip kündü birini soyukça, ben kündü sizge işkini soyup şorpusuna ekirip ememdim. Depti. Bu adam nakli közü yaşılıp, bu adamı kucaklayıp, jağlap gitti. Demek,
Bu adam intan kən qosaqlıq bilan kechirdi qo'shnisini. Chunki to'qini so'yab yeyish tugaydi. Qo'shni ba'da mavjud. Qo'lim qo'shni degan bak muhimchi. Chunki hayotimizning qarshi tarafida yashayotgan odamchi u. Bu hayotimizning qarshi tarafida odamga ahamiyat bermasak ziyon tortamiz. Demek ki bayatın ustazın gibidən kən qosaqlıqqa muşnaq mühim narsa. Bu bir adamın ruhi halatiga ideologiyasiga munosabatlik narsa. Bir adamni qoyil qilmoq, uni bir pul bilan, tayoq bilan, besim bilan, diktator bilan bir adamni qoyil qilgani bo'lmaydi-ku ba'zi vaqtlar. Adamning ruhi egilmigicha, adamning beli egilib ketgani o bir baribirchi. Shu haqiqat egilib sunmaydigan yerlar shu. Bir şiir vatı. Köngül bostanıga jahan sığıdı. Jahan turmak hatta asman sığıdı. Mubada reşik haset kaplasa bunu teriqning qasırqımı aran sığıdı deydigan. Şu yadı bu. Vay rahmet. Vay ben neçe vaktin beri şu kuygan demdigen çaylarımdan maqtınıp yürüttüm. Bugün deyilgen hikaye, esil gepler, haqiqi maqtınışqa arzigidek gepler eken emas. Ya acayip esil gep qildingiz Jumadaş. Rahmet. Köksqanını kən qilib çaq uyda. Bugün köksqanımni kən tutup ben şiir okuyayım. Anda bo'lganken aziz mehmonlar. Bugun şu çayxonamizda acayip esil durdallarni angladik. Esil ko'ngil so'zlarini angladik kən qosaq bo'lish to'g'risida. Endi men savirdan ishkimizmi bo'sh kelmay bir ikki shingildan qo'shaq o'qib baqsaq, ashni bir anglab baqsanglar, yarığa yerlarga chavak chap baqsanglar qanday bo'lar? Bapta ishqinglarning she'rini biz köksqanimizni kən qilib bir anglatdilar. Men şiir qo'shaq o'qamasam men sana o'sha qo'shaq. Vay adaş bu o'tganda qo'shaq cho'p ketding qo'sammi? Ishni bo'lmay tang o'qiymiz. Turib ashta emas, kunlarda ashta o'qolmay teatr o'qib. Mening ismim Paltaxon. Deppesinmi bilmaysiz. Bir chiroyli ko'rishdik, qani choyga kelmamsiz. Voy she'r. Sharifcha jimaras. Sevirden. Çaş qalmagan beshimga. Birden qarab o'ltiring. Taqab qo'yib opponi bekavog'anda qaytiring. Berey men sizga qiziq paranglar. Qaramamsiz qish kelib to'nglab ketdi baranglar. Va keldi va? Son keldi. To deyman odamlar. Agar qiziq bo'larkan, yetib uxlab uyg'onsa, ikki futlab mang'arkan. Oy, qiziq oldu bu şiir. Bu qo'shaq nereden kelyapti deydi. Çok qiziq oldu ki. 5 yıl bakkan müşügüm qo'g'livetsam ketmedi. Mötülerinin sakılı hiçbir yerge yetmedi. Ey! Benim hava. Satarmanlar nima uchun? Adab axloq sotmaydi. Qushlar nechun daraxtda ko'p silib yotmaydi? Biz be kən qosaqlıq bilan başqasını doktorxanaga apirib baqamda. Dehqon tağam itizga. Pul terisi bulmamdı. Şiir yazmayı şairla gül terisi bulmamdı. Estağfurullah. Men go hergiz lag'manga shekar silib yemayman. Uxlab qilib kechida duttar chilib yurmayman. Ey, nim deydigan ma, ya ishqinglar nim bo'ldinglar bizga? Nim bilmayman. Etiga qo'psam o'shta qoldi. Akşam kechida beshim shu karvatdan sangilab uxlab qolibdi ekanmi? Tushimda cho'mish o'qibdimi? Ya bu gap bilan aytishmaymiz, qo'shaq bilan qo'shaq. Ahvol qararda ishqinglarga tuniga so'g'ib tutibdi. So'g'ib ketdi. Siz ochdi. So'g'ildi ishqinglarni. Ismoil ise onlay maşını düşürüp biz maşını tutkaçlap mengler dep bizni so'g'ib. Maşqisini so'g'ish ketdi. Ha, Iyiq maylash kerak maşqisini. Şiiri cevherlerim işip ketip barda bulunla çakan. Bu ne şu şiirsman desek yaxshi oldu ekan. Yiqla, yana bormi? Ba. Anlasam siz erkeni, yürüydü siz aldıraş. Çayxanamızga kelip ketding, do'st yaralla qo'sh baş. Vay. Tak tuqa keltirip
Qo'shaq qatdım siz uchun. Kül kitapsa chehriniz xo'shalliqdir biz uchun. Rahmat. Bak. Vay men bu çayını sizlerinin samavarda kaynayıp desem sizlerinki koşaklarını kaynayıp Vay artık kaynamayı bulamız reisler ka. Şu Yaraysılar, adlaka. yaraysılar. Onun üstüne bugün çayxanamızga mana bir-biridan isil mehmanlar kelip, acayip katta paranlar buluvasa, çayxanamız başında elbette kaynaydı, çaq-çaq emas. Hatta Sevir'in kolundaki çaynaktaki çay mı bizim çaq-çaqlar kaynaydı ka. Özü sezmey jüriydi hazır. Bundakin deyman şu samavarda kaynatmayman şu külki çaqçaq bilan qo'shaqlarni qaynasa qo'lam deki deyman. Tamam da qaynadigan o'xshagan. küme gaz kısat buldu da. Qissat uludu. Adlaka çayxanamızga şu aziz mehmon sifatida bizning G'o'ja diyoridan şu Amrajon Muhammadjon kelib qapti. Elini naqshlaridan birini anglandik. Anla bakalım dok. Anlayla. Hoş qana. Kakkuklar kilip ay kundi Yar yaşargan tireklerge Yar yaşargan tireklerge Men yarını körüp yedim ay gülüm bunca Ay yar ot gitti yüreklerge Men yarını körüp yedim ay gülüm bunca Ay yar ot gitti yüreğimge Kakkuk aşığı ay Zeynep Yar ey bir bağda ya bir atağda Yar ey bir bağda ya bir ay sayda Kakkuk sayırgan çağda ey gülüm gonca Ay yar men yarim bilen bağda Kakkuk sayırgan çağda ey gülüm gonca Ay yar men yarim bilen bağda Men yarim bilen bağda Sevir'in adaş közdek misin cuma mana. Duttanım şunda peş çaltken sevmez mi? Bolup mu iyilik alıp nakşılırga? Üstümde bekçili bitimem. Ya bugün teşini çıkardın sen. Yakşı oldu. Bu şu ne kılık karısın mı? Yigenli kösü, yep bakısı, digenli kösü, dep bakısı kildiği adamlar köp gelmez mi? Bugün bizden ma çayxanamızga, mana YBK'nın özünüz körep durupsiz. Alayda G'o'jadan kadam teşrif kıldı. YBK'nın bir neçin dep bakmışsın mı? Elbette şunda oldu. Şunda kılam dok. Maşı kichigidin tartiblam o'g'irlik qilib o'rganib qolgan bir odam bor ekan. Maşı 60lar kirganda o'g'irlik qildi ekanda.
Bu qo'shnisining bir cho'ng beg'i ekan, shuni kirib o'g'lab qiqib etganki, odam chidamay uraydi cho'ng odamni. Saqchiga davo qildi. Shuni saqchini bir cho'ng odamni nima qilamiz? Qo'qitib qo'yil deb, apir pishkin solab qo'yinglar buni. Deb saqchi apir pishkin solab qo'yibdi. Solab qo'ygandan keyin so'jangda aytganda ish kun bo'lib ketdi odam. Bir ish bo'lib qolmasa qo'yitinglar, qo'qitib qo'yitinglar. Debki ikki saqchi kirib, cho'ng dada sizni aytishdan keyin dag'asimiz nima talablar bor? Debki adam chattiqdek ish ko'rgan adamga boshqa gapim yo'q jinim fikrlarim. Sizlarga bir nasihatim bor. Mush bo'ynimda olsanglar yomon g'izg'im keldi, belimda esib boqamsizlar degidek. Chashim chaqchaq o'ynamdik ya. Birdan. Chashim chaqchaq o'ynalsak, Allah. Simonda qo'ygandek o'tirdi deyman. Abi yenandik cho'ng odam qo'saq ochmayapsizmi? Ya bu cho'ng odamdek bek deb ketmaydi, bir ish qo'ydi. Da yerimlarni akirib chaynab bersizmi, yeb boqamsiz. Yaman jugashga bo'ldi, mixta o'tirib olgandek jimmidan. Yaman jugashga, ya burtu odamni qo'rqotamsiz ya ikimizdan. Nima do'mayat debchi? Bir bong choplashib oldim deb. Bakımızın demse? Ha. Ya akimizning Raus burtdak qildi, lekin ma akimizning faqat burt o'qimagan. Çiç tozub eşek çaplışıp yığılıp kaldı da bunu. Böyle konu kuş emasın bu ha? Konu kuş. Ya kırı çay işkeş. Bu öyde yatmaydı konu gazıgan ki aşı gulcudu dast yatıdım ha. Rasında ama Nasılsan? Oy. Ana. ben kundu dast Nemdeydi yatmay o? Ha? tuxum deydi. Ama Ha? ben kaçan ketme gulcuğa beni maşının tüpeki çıkıp koyunlar manay deydi. Ha. Ya abduz nişik samanla men deydi. Ceyirman töylep gitme tertim toxtumaydı deydi. Nem dedim de. Saat bir yerim bulay dedim, bana dançaşmamsızlar deydi. Alamet geldi. Ma karçaylan töküp etmen la. Kondas kuypurunla bir çümlü olay deydi. Kızı kuyma bana deydi. Tumşuğum korulup kaz birinin yelemeyme deydi. Yok şey. Kansama kuysu olmama deydi. Hay vallahi şey tanrıyı bana ketime deydi. Ha, nem yerim Onun üstüge bizde. Bu. Tanrı bana kessem, yida olsun mamaydı peynan tişidi, bana sırkar kuyup eşçi olay deydi. Yani nem neydi o? Tohuk ya. Tohuk. Şimdi bana umdarak bir uğuya sapasanlar bir onun beşini tuğuyulup kitip asam deydi. Ay tuxumni setip çayxanadan pulunu töylep versem deydi. Ha, tohunun yani cık kepleri badak durdu cuma. Ha. Tercim kılamadım. Mana. Deydi? Bu hamda deydi, men keginim bir hafta bo'lib qoldi. Manda bir çaylan qirib, men g'o'razlarni chaqirib bermamsa deydi. Yani cık kepleri var akşadı. Ya tilini bilgeçke ben nurgun gepini fıkan. Neç güne fıkanmagan gepini var koy biz. Bilirsen men öğlenme uzun yıl hayvan bakınım ne. Ama gayet ondan boldu da. Tilini bilir. Tohunun yani nemi deydiğen geplerini bir ondan anlamamızsak ketip qaz çatak çıkıdı. Yani ha? Oy nakış tohun. Nemdeydi ha?
Azada Yavuz tug'ib olsam deydi. Ayta sarayda bo'lachi? Chin qilganda ayta sarayda. Chin qilganda. Ha, bu yetib bo'lsa o'rtis bo'lmaychi. Yay chiqilib ketadi emas bu. Qaqqa bu. Bu daraxtning ushida bu hozir. Pastga qarab bir so'skidek bilim ko'di bu. Azraq bir mehnatim yavasa xo'sh olib ketuvchi bu. Qonun tepasida ko'rib qapti-da. Qonun tepada bir kichik qonun so'skisini ko'di bu shin. Rezin ko'sim yavr demasin bu. Bu vaqtlarning tilini bilsak sana. Apis kichikka yaxshi aytdi bu. Shunda ochiq vaqo bu vaqtniki. Bir emgis kepti. Onuz kemiz yig'laveramiz. Yig'lar, to'xtamaydi. Tege o'lib ketdi, tege. Ha? Tege o'lib ketdi, chin qilib yig'lig'ini qarang. Vallahi, qoda qilamiz endi buningki. Buningga qo'zamzakis bo'lmaydi buning. Yerim qishni qistir qo'ysa bo'ladiki. Bu tege o'lib ketdi, shuni chin qilib ketdi balcha. Bu. Bu samavarning cho'rchiki cho'g'ini cho'qlab oldim nima bu? Yama endiki to'g'daymi? Cho'g'yab oldi u. Samavarning yenik to'kib cho'g'wa. Pulning ishini bilmay oldi bu. Jon to'xo'ka bu. 40'larda bat to'xo ketdi. 40'larda. Kesel. Ya men o'tirgash ko'p to'g'inib shu balasi o'xshaydi men. Buni 5 feet ko'kaytibmanchi. Rahmat. Ben ciddi holatda bir yumur so'zlab beray sizlarga, ha? Chorak o'tiringlar, tushib qolmanglar yana. Ishtik mangmanchi. Dahshat aldirash yuradigan bir odam bo'lganda aldirashli yurdi ekan, hech qanday ish qilmaydi ekan. Shundaq aldirash yurdi ekan. Assalomu alaykum deb o'quvchilar ketib qoldi ekan. Va alaykum assalom deb o'tib qolsizlar. Shundaq aldirash ketib berib bir oshxona kirib, jo'zni go'mdirib, "Mening tamoqim zot qachon chiqdi?" Mening tamoqim zot qachon chiqdi desa, oshxonada ishlayotgan fuyama dahshat aldirashgan. U odamdan o'ta aldirashganda, "Mana tamoqingiz chiqdi" deb jo'zga to'kib etibdi, chinni jumsam bo'lmaydi deb kirdi. Yiliq odamning oshxonada o'lvog'ida chiqib kelibdi. "Voy, bu oshxona tomoq yegan kirsam, ajab o'lvog'ida kishulda" deb uy beribdi-ki, xotinim dahshat aldirashgan. Ya qara bir oshxona tomoq yegan kirgandim, o'lvog'ida kishulda desa, oyalim dahshat aldirash bo'lgandan keyin, "Voy, turib turing, siz o'lvog'chi aytib olay" deb ayg'ir tegib olibdi. O xotinning tegib olgan yerime dahshat aldirashga shukudiki tug'bida deb qo'yib yetibdi. İki boyvachchi bir oshxonaga kirib, tomoqni burit qo'yib, tomoq chiqishdan burun jo'zning tepida shunda chiroyli loz bor ekanda taqsida. Loz bo'lgandan keyin bir boyvachchi lozni yeb, og'zi bak etishib ketibdi. Etishib ketgandan keyin to'g'risi qarab, osmon qarab shunda yig'lab ketganda, yig'lab ketgandan keyin o boyvachchi, "Adash, nima bo'ldinglar?" desa, "Va gap qilmanglar adash, momamni aslab" degandan keyin uningmi loziga kelib qapti. Lozni umi bir qo'shaq yeb, shunda etishib ketdi-da, uning geli. Umi to'g'risi qarab, yig'ilsa adash, "Ya nima bo'ldinglar adash, sizlar yig'lab ketdinglar" desa, "Men shu sizlarning momanglarni aslab" degan. Bizning yezda hamda televizorlar to'lib chiqmay, yo'g'on yog'ochlardan chiqib tishlab, chelaklarni isib qo'ydigan, jalibolarni isib qo'ydigan bir ishlar va televizorlar shunda o'shib chiqdi-da. Bir kun aka televizor buzilib qolibdi, bir o'ngshab pasangsa, ma'qul deb changzini tishlab ochib chelakni isib qo'yibdi ekan, 12-kanal degan shundaq o'chiq chiqib ketdi. Az kundan keyin bo'ron chiqib o'rilib tushdi. Aka yana bir o'ngshapakni buzilib qoldi desam, ma'qul deb o'rilib tushgan changzini tishlab uchiq ochib qasqanni es qo'yibdi ekan, 12-kanalni shundaq ichirdik, 13-kanalda manta degan to'kilib ketdi yerga. Voy, rahmat. Ama shunda qizitib etdinglar jima, chayxonni o't chiqarib etdinglar. Rahmat sizlarga. Ajoyib bo'ldi jima. Ha, yumur. Qunchog'ingga chay qo'ysam, qaynab ketdi viliqlab. Yumur essam kulmaysan, kuldiraymi g'idiqlab.
Yo'q, qo'y, nim bo'lib ketding, ey? Hotlab. Mushkma? Ayolim. Oyolimda. Voy, nima bu kuyog'ing, ey? Ey, nima bu? Bu aldıraçlıkta ödür jürab çıqqan. Qechib chiqibsa degina. Ha, qo'g'lab chiqaratdi. Sala. Nim bo'lgandi, ey? Qara bu Fransiyani bir atragan degina. Ey, 2 yil bo'ldi ishiltib bulamı diye qara. qimmat pulni qatar. 2 yil ishlatib bilamidi? O tejashchanlik obdan xotin-ka o. Ya sen tushunmading? Bu attir tugay degan vaqtda men o'g'irlikcha achiqib ustiga suvoq qo'yib liqlab. Opren, aqlim bir kallam. Mushni o'ylab Chapinamni kiyaman. Nega? Uyanga gapirib qo'y. Ya, Yarashtirib qo'y. mumkin emas, yarashmaydi. Basaq baribir ishim ichmaydi. İçmemedim. O ichib berdi, Qodirjon bilan. İçmemedim. Manba. Ha? Ayoling ovozini taniydi. Ishni ichib berdi. Ha? O'sha qiladi. Elim chiqasa bu yerda. Ha, alaykum assalom. Menga o'giz ishkapda ulqab pastga tushdi. Ha? O'giz ishkapda ulqabdi pastga tushvat. Qadixoning bo'pti? O'gizda ishkapda ulqabdi pastga tushvat. Qadixon odam bo'pti. O'gizda ishki kapta ulqabdi pastga tushvat. Ha, o'giz ichki kapta ulqabdi. Achib bo'ldim. Yolg'on gapman, hammani mushtaqamda. Qodixon ulqabdi deb. Xudoga shukr. Bilmabdi. Sen müzik okamsan? Ha? Talonning beshinchi chiqib oldi. Bir xil payzi turdi. Payzi turdiki? Ha? Talonni qanday chishni suqmamsan, uqmamsan? Nimcha chig'dirandi? Mushta chiydig'andu? Ha? Rost uqmamsan? Rost uqmaysan. Uyga kiramisan? Voy. Satoldi ya, avarib kedaman. Bu programmani suzuklik darajasi yuqori bo'lgan Oppo yonfillari alohida qo'llagan. I can stop the world from spinning, but you know I want to. So you and I could live forever. We could make 1,002. Both of my eyes were born for you. Don't you know it's true? When you see the light. Güzel daqiqalarning quvvatchisi Oppo foto yanfini. Çayxonamizni izchil talab qilib kelayotgan Xinjiang Kamran xalqaro savdo cheklik shirkatiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Adlaka. Bugun shu çayxonamizga bizningki muqam yurti Yakamda shu ma'rif sistemasida ishlayotgan bizning muzika o'qituvchisi Muhammad Eminjon Ahad efendimi Xinjiang San'at instituti maktabiga bir oylik bilim oshirishga kelib ekan. Mana bizning çayxonamizga bugun daxil bo'lib o'tiribdi. Shunga shu do'stimizni bir naqsha aytib berishga taklif qilsak qanday? Qarşılaylik. Bo'ladi. Satarım tar gecen rüssidir.
çalsam Aninki nalısıdın binavani Ey binavanın kümlünü alsam Her kişiye derdi bu sayılsın azar aldı da Oy kalmışsın kan yürekte essun esrar aldı da Kalmışsın kan yürekte essun esrar aldı da Ben Suriye Allah cüdek Yetiye şarap aşrabiye entehu Ben Suriye Allah cüdek Yetiye şarap aşrabiye entehu Oh yeah Çarpırıp seni Kaptırar ben kuş bu dem kavraldı Çarpırıp seni Kaptırar ben kuş bu dem kavraldı Her kişiye bir katreyi hoş eylese ol Vadı değil Hoş eylese avulda değil Oh yeah Kul kıyamet Ekmur erzini Cevaplar aldı da Kul kıyamet Ekmur erzini Cevaplar aldı da Eldim eşrep bir zayıf sirim bir ayağım Zayıf sirim ay ayağım Ay Eytip eytip yılgaysel aşırı Ay aldı da Eytip yılgaysel aşırı Ay aldı da
Eytip eytip yılgaysan aşığı Av yar aldıdan Eytip eytip yılgaysan aşığı Av aldıdan Yar ey can aşığı yar aldıdan Ay rahmet muşu esil nakşılarını soğuqıgan aziz mehmanlarga muşu esil demlengen nazıl çiğimden bir piyaldım kuyup begeş bir adak çıkamamsızlar kene. Heh, kene bir piyaldım kuyup birey. Kene mehmanlar, heh, çay işkeş. Kene. Ama yaxşı etmedinler cımı nakşılarını. Bu, doğru. Kene üstüne çay içkeş olsun. Ödeklerini su içidik ha to. Ulan su düşürüyor verip ben de çay içmeydik okşadı döttüm. Heh, hoş kene mehmanlar. Çayxanımız isil joy, üzülmeydi qadamlar. Tildan ketmas tamlari, mehri dilga tutasqan. Qo'llab Oppo şirketi hemden bulup yıkındın, avam için her cayda zepmi ravan yol açkan. Aziz mehmanlar, isil demlengen nazıl çiğimni bugün muşunchilik içidigan bo'ldik. Kelar ketim teximi isil demlengen çaylarımızını tang içishgaymiz. Rahmat. Mehri muhabbet, do'stlik makoni bo'lgan çayxonamiz sizlarni har vaqt qarshi oladi. Kelar hep ko'rishaylik. Hayır hoş.